Hurmatli obunachilar, mana boshlab qoldik. Musoxon aka o'zi apparatni ochdilar. Nima qiladilar deb so'raydigan bo'lsanglar, Musoxon aka. Xudo xolasa, mana shu grant ishga tushiramiz. Grantni ishga tushirish arafasidamiz. Hozir mana shuni olib keldik. Mana o'ta chiroyligidan, o'ta zo'ridan. Men tayyor. Qolgan joyini ulab turaverdik. Tayyor. Hozir narsalarga olib keldik mana. Hamma usulobgachalar bor. Qizim, nimani o'ynayapsiz? Bular uchun qiziq o'yinchoq deydi. Ketdik, olib kelaylik, shef. Ketdik. Obunachilar, zo'rg'a topdik. Mana bu kattaroq kerak. Lekin ancha kattaroq ekan, boshqa nimasi yo'q. Kirib ketadi. Boshqa variant yo'q. Do'stim, zerikib qolmadingizmi? Hammasi zo'r. Nima bo'ldi anu? Video chiqyaptimi? Oxuni bular videosini chiqaryapti o'zi. Yo'q. Ha, siz o'tiravering. Internet vajan. Ha? Nima zaratga odam bor. Bo'ldi, mana mashinada zaratning bor. Bemalol o'tirib zaratning qiling. Mana, obunachilar o'xshatyapti sekin. Ha, nima bo'ldi? Ketdi, mana Nima ketadi? Kelib bo'ldi. Hop. Kelib qo'l barban tiqib oldi. Qo'lida qaynab turganga tiqib oldingizmi? Vau, manunga? Bo'lsa, ustoz uyi zo'r bo'lsin deb harakat qilyaptilar. Bundan chiqib, o ichini ko'ryapsizmi? qolib ketibdi-yu ichida. Qolib ketdi. Endi nima qiladi? Endi nima bo'lyapti? Ha. Qo'l kuydi. Ha, eriyapti. Tozalab Bugün qattiq kerak ekan. Endi Ha, yaxshi bo'ldimi, chiqib? joyiga olib kelish kerak. Mana shuni kesib olish kerak. Razmer qilaman. Yengillataylik. Do'stim yordamchi. Qo'lingiz qo'yibdi rostdan, ha? Plan qancha bo'lyapti endi? Ha? Plan mana shu yoqqa olib kelamiz-da. Bo'ldim Mahmudxon. tayyor. Mana joyiga olib kelaylik, uni qaytarib yana olamiz joyiga. Qanday qilib olmagan qo'yamiz? Qasini. Razmer ovosirlar. Razmer oladi. Qanot qasgan deyman. Yo, razmer ovosirlar qaytaramiz yana. Shepim. Hozir ustozga ustaga qo'yib bering, tindirib beradi. Gapirma. Chunki men ishonaman. Yo'q, kundi ko'tarasa tiqib turib ko'tarib turibdi. Ha, o'g'ir ekan. Yo'q, men yer qo'ymadim. Nima qo'ysin so'ra? O'g'irga Musoxon akani avaylaysizlar, o'y. Olish kerak. Mana shu yerga. Men tomon Stolga ko'tarib. Turib olib kelsani ham rahina. Yana sekin turib. tushib ketmaydi. Suv olib keldingmi? Beraver. Sürüyorlar bakalım suyuna. Aka suraymi? O endi baqir. Endi shaqa to'g'ri solib, razmeri shuni ovosilar bo'ldi. Tagidan. Ha, ana, bo'ldi. Endi men kamerachilik qilyapman-da, obunachilar. Shuncha inson bo'lgani. Yok. Onu çıkardım o adam onu. Manumi? Ha, chiqmaydi. Hoş durun kızım nerede oldun? Yok koyamam. Ha? Yok koyamam. Öyle ayağı suyu koydu. Koşun nerede o? Qoching aytdi, issiq bor. Mana bu issiqda, hozir meniki ham kuymasin mana. Hozir akangizniki kuydi. Sizniki ham kuyib qoladi-da. Bo'ladimi mana shu holat? Yaxshi. Qanchami? Chiqardimda. Ulardan kiradan kim oldu? Aytdim. Ya o şey köp çıkardan koysak. Temirden köp çıkardan koysak. Şu akına? Shunda. Yo'lda shuni razmini olinsa bo'ldi.
bo'ldi. Mana shu o'rnatish bo'ldi, xolosa. Bu tomonlar o'rnadi. Qiyinchilik bilan o'rnatdik. Albatta bu oson emas ekan. Mana boltini yangi olib keldik, ko'rgan bo'lsanglar. Ana bu tomoni cho'tki. Endi bu yerga plan yo'q bo'lgan ekan aslida. Plan bo'lganda-ku mana bu yerga yopishib juda chiroyli turardi-yu. Yoki shu ham yomon emas. Balki kelib turishda qo'l yugani bir qulay joy kerak edi. Bu tomonda yo'q edi-da. O'skrinani qoldiringlar, qanaqasidan olmiz. Zo'rmi? Haqiqiy tosh, bu yerda kraskasi yo'q, kraskasiligini olmaslik kerak. Keyin kraskalar hammasi issiqda tashlab yuborishi mumkin. Bu sovuqda ham, issiqda ham hech nima bo'lmaydi. Yaxshimi? Qani? Ko'rarkanmiz. Bo'ldi. Musonaga ozgina shoshilyapti-da. Tezroq yetib borish kerak. Srochniy joyga. Ha? Yig'ilishga borish kerak. Yig'ilish. Bizda chorniy kassa deydi. Sinfdoshlarning kassasiga. Kassa emas, umuman. Ha, kassa emasa? Yaxshilikka. O'tirish xullas. Yaxshilikka yig'ilayotgan. Ha, yaxshilikka endi uni keyin aytamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Ana. Qalliroq qilsa, shundalik siz aylantirdingiz-ku. Rezbega borib to'xtaydi. To'xtaydi. Bo'laveradi. Tomman. Shana. Asosiy suv tommasligi uchun. Aslida santexnik emaslar. To'g'risi gap. Santexnik bo'lganlarda bilmadim yanada boshqacharoq, lekin любой ish qo'llardan keladi. Musoxon aka shu paytgacha birorta narsani отказ qilmay qo'ymaganlar. Oh. Bo'ldi, ana. Qani? Qimillar deyilgan. Qanaqa qimillar? Diqqat bo'layotganda shep. Qimillaydi, bunday bo'ladi. O'z fikringlar kommentariyada qoldiringlar. Bu akamiz uchun. Akamiz endi qo'ldan kelganicha shu videolarni qilyaptilar. Kanal uchun. Hali Chapana Power'da chapanachasiga videolar ko'p bo'ladi. Asosiy taomlar va yo'l-yo'lakka mana shunaqa videolar ham bo'lib turadi. Bo'ldimi, shep? Bo'lmasa, nima deymiz? Obunachilarga xayrlashib qo'ying. Kuzatishga davom etinglar. Kanalni sog' va salomat bo'linglar. Podpisatsiya bosib, like bosishni unutmanglar. Qo'llab turinglar, obunachilar. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Shep, Gap yo'q. Voy qimillaydi deyotgandingiz. Mana. Bitta ham qimillash yo'q. Gap yo'q. Mana. Usta bor. Yaxshimi? Orqasini germetika qilib qo'yish kerak edi. Yo'q, bundan oqmadi. Oqmadimi? Muzonaga mana narsa 50 ming so'm ekan, 45 mingga berdi. Lekin bu одноразовый dedi. Yo'q, одноразовый endi almashtirish ish emas buni. Ha, u rezinka ichidagini esa aka deydi, unaqa zapchasi yo'q dedi-da. Endi bu obunachilar bu narsani mas'uli bilan shu Musoxon akamiz taklif bildirdi. Umrbod yetadi. To'g'ri, umrbod yetadi. Umrbod yetadi. U bola chaqalar keyinchalik ishlatadi. Mustahkam bitta insonni qaritadi dedi. Endi bu bo'ptimi? Bir marta rasol qiling xullas dedi. Bo'ldi esdan chiqarasiz dedi. Shu. Joy yo'qmi qolsa xohlagan joyingizga ko'chiraverasiz dedi. Lekin juda menga ma'qul keldi. Ayniqsa misol mana oynasi bor. Kirgan odam ham chiqib ketayotgan odam ham misol uyga kelib misol qo'yni yedi, boshqalar baribir qo'li shanta qilsa boshqa qilsa yo'q kelib bismillah. Ha, kirganda to'g'risi garantiya yo'q edi. Mana endi yaxshi bo'ldi. Yo'q edi. Kirganda chiqib ketganda qo'lni yuvib, oynaga o'zimizga qarab, endi bitta yomg'ir tushmaydigan joyga
sochig ham ilaguncha. Ha, ha. Yo'q, mana shu yerga ilib qo'ysa ham bo'ladi. Ana chipga pishadigan bor-ku. Chipaz, uni qilib tashlab qo'ysam bo'ladi. Haqiqatdan aygirni tashlab qo'ysa ham bo'ladi. Ha, ishqallar kerak. Mana bitta olib, qo'lni manga qo'yib olib, o'ynada tomosha qilib o'tiraverasiz. To'g'ri. Ko'ziga qarab, sochim manga tushaverar ekan. Nima deysiz? To'g'ri. Ha? Tan joyi sog' bo'lsin. Qilgan mehnatlarga rozi bo'ling, juda ajoyib. Xursand bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi ustoz. Ustoz deydi-ku. Buni qayerdan olgansiz degan paytda har doim eslab turaman-da. Shu. Kim so'raganda ham sochim o'tavering sekin. Ha. Bu yerga to'g'ri. Erkatoy. Itmi? Pulingiz qani? Yo'qotib qo'ymang, bu do'konga boramiz qizim. Tan joyi sog' bo'lsin, xo'p. Bo'ldi. Shular xursand bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Suvga serob bo'ling. Atgan eskisi. Suvga serob bo'ling. Obunachilarimiz ham suvda serob bo'lishsin. Ha, gap yo'q, rahmat. Chapana ko'rib, nima deydi? Qo'llab-quvvatlab tursanglar, yaxshi ideyalarni beradilar, katta ustoz. Endi bundan keyin videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Xulosa bundan keyin videolarda ajoyib videolar bo'ladi. O'zim ham kelib mana shu qo'llarni yuvib, chiroyli qilib o'qinlarni qiladi, pishirib. Albatta biz jaydar chaqiramiz. Bola importchi ishkari joylarga emas-ku, oddiy jaydar joylarda shu tiplislarni yonida biqinda 1.300.000 mingga so'raganmiz. O'sha so'rda o'tirib o'sha yerda chiqarib videolar qilamiz. Uncha sizlar qo'llab-quvvatlab, kanalga kim yangi bo'ladigan bo'lsa obuna bo'lish esdan chiqmasin. Plan bor. Yaqinlarga bir tarqatib qo'yinglar. Kimlargadir foydali. Sog' bo'linglar. Rahmat.